Assalomu alaykum, musofir oilasini kuzatayotgan aziz opa-singillar. Hammanglar tuzingmisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Mana shunaqa qilib o'zim uyimga ham yetib keldim. Bu yerda haligi yo'lga chiqishdan oldin O'zbekiston bilan keldik-da. O'zbekistonga Andijonga o'tib, Andijonda Asaka degan yetti bor ekan. O'sha yerda bo'yin go'shti qilishar ekan. O'sha yoqqa bordik. O'sha yoqqa borib, rosa O'zbekiston bizga qaraganda issiqroq ekan sal. Hamma yog'i zangori. Bizda ham zangori bo'ldi daraxtlar. Baribir ham O'zbekiston chicha issiqroq. Bizga qaraganda-chi, Qirg'izistonga qaraganda. O'sha yoqqa bordik. O'sha bitta bo'yin go'sht qilar ekan, oyna osh qilar ekan. Biz endi bo'yin go'sht yegani keldik deb bo'yin go'sht yedik, shakar olib berishdi. Suzma berishdi. Suzma shakar olibgacha tuz qo'shmay berar ekan. O'zinglar tabiiylarga qarab qo'shib olasizlar deb. 17 o'rik bor ekan desanglar, shu o'rikda g'o'ralar bor ekan, katta bo'lib qolibdi. Bizda hali g'o'ralarchi kichkina ekan. Bu yerdagi nimalar katta ekan. Asakadan ko'rayotganlar, mana shu yerlarda nima sho'rlarga kelgan bo'lsanglar kelaysizlar ham. Asakaliklar hammasiga salom. Shunaqa qilib u yerdan bu yerdan qilib jicha video qilib oldim. O'zi ham rosa charchadik. U yerdan kel, bu yoqda yur, u yerdan bu yoqqa kel qilib yo'l qilib rosa charchabman desanglar ishonsanglar. Unaqacha ko'p ham videoga ololmadim. Videolarim ham oz bo'ldi. O'zimcha bo'yin go'shti olib bo'lsa kerak, yemayman dedim. Yo'q, yesa bo'lar ekan. Nima deydi, rosa nima bo'lib pishar ekan-chi, yumshoq bo'lib pishar ekan. Keyin uni yeb, qonimiz to'g'izib, lekin kechqurunda yo'lga chiqdik, kechqurunida. Bu yerdaligi kunduz paytida avvaldim yo'ldachi. O'zi hamchi nimaga Rossiyadan Qirg'izistongacha mashinada borib kela olib, ishonsanglar qovunchining yo'li bo'lib ketdi. Bir pasda ashuna qilib yetib keldik. Qozog'istonda hamchi issiq, mana aynilarni ochib ketyapmiz. Issiq. Yarmiga kelganda desanglar sovuq, aynilarni yopib, dajpechkalarni yoqib keldi, ishonsanglar g'alati. Qozog'istonda yarmi issiq, yarmi sovuq, tavba deb ashuna qilib keldim. Kim qaysi shahardan kuzatyapti, yozinglar, kommentariy yozmaysizlar, like bosmaysizlar, podpiska bo'lmayapsizlar. Yangi ko'rayotganlar podpiska bosinglar, like bosinglar. Bu so'mkalarchi mendan birinchi keldi. Qanaqa o'rab mashinadan sovurgandik. Bu safar ko'p narsa olib keldim. Idish tovog'im yo'q edi. Idish tovoq, nima qilib u narsalar, kerak narsalarimni olib keldim. Keyin u narsalarimni bir kun joyladim. 2 kun mehmon kuzatdim. Bir kun erkaklarni, bir kun xotinlarni qilib kuzadik. Shunaqa qilib salatlar qildik. Suyuqlar qildik. Bu ham har xil nima. U yerdan jicha u yerdan jicha qilib videoga olganman. Bir kun masalan qilib suyuq solib berdik. Yana bittasida chuchora berdik suyuqqa. O'sha qilib oshni videoga olish esimdan chiqibdi. Osh olib bergandik. Andaqa qilib hali esdan chiqib videoga ham olmoqqa ishonsanglar. Bizda ham havolar normalniy ekan, yaxshi ekan. Manaqa idish olib keldim. Zamzam suv idishi nimada, o'sha Makkada mana shu idishni kattasida zamzam suvlar ichiladi. Shuni kichkinasi bor ekan. Shu yoqib qolib, ashaqa olib keldim. Ishonsanglar mana zvukni-chi to'xtatyapman. Yana bu yozyapman, to'xtatyapman, yozyapman. Mana kichkina qizim oldimdami. Men bilan teppa-teng gapiryapti, ishonsanglar. Shunaqa qilib dasturxon soldik. Yordam beradigan opalar bor edi. Ashlarga rahmat. Yordam berishdi. Ashlar bilan birgalashib kuzatib oldik. Endi erkaklarga bir pasda kirib chiqishdi. Основной xotinlar deydi. Ashta qilib xotinlarni ham kuzatib oldik. Shunaqa qilib kelishim bilan ishlarimni boshlab, hali pardam yuvdim esinglardami? Ash pardamni ilib, uni qo'shimcha parda olib kelib, uni ham qo'shib ilib, ashtaqa qilib uylarni tuzadik. Somsani o'sha opam tushib berdi. Tevamizda yashaydigan tanish opam bor, o'sha opa qilib tushib berdi somsani. Shirin bo'pti, rahmat. O'sha opaga ham katta. Shunaqa qilib somsa, salat, chuchora, keyin oxirida osh qilib berdik. Shunaqa qilib mehmonlarimni ham kuzatib oldim.
baho beringlar, mana bu ovqatlarni hozir ko'rib ichkilarim kelgan deyishasizlar. Shunaqa qilib undan keyin yig'ishtirmay aytmaysizlarmi, bardakni qaranglar, bardak hamma yoq. Voy xudo, kechki yig'ishtirdim ishonasizlar, kechki idishlar to'ldir. Kechqurun charchab qoldik, kechqurunchi. Kunduzi bitta bir reys, kechqurunda bir reys xotinlarni kuzatdimmi? Charchab qoldik ishonasizlar. Hamma idishni oshxonaga olib kirib yotadigan uyimizni tozalab, joyimizni solib yotib oldik, ertaman yig'ishtiramiz deb. Shunaqa qilib hamma uy to'zib yotibdi ishonasizlar. Bozor kuni edi, bolalarni nimaga masjidga jo'natib borib, endi yig'ishtirdim. Menga mana shunaqa narsalar olib kelishibdi. Mana shunaqa narsalar, ro'mol, pastel. Mana qizimga nima ko'ynechalar qilib olib kelishdi. Shunchalik hurmat qilib, olib kelgan opalarga rahmat katta. Sizlarni ham yaxshi kuninglarda qaytaring. Chiroyli narsalar olib kelishdi. Rahmat hammasiga. Mana shunaqa qilib hammasini bitta ko'rsatib chiqdim. Men ularga anaqa berdim. Patnas berdim. Haligi paketga solib berayotgani ismini shunaqa qilib men mana shunaqa patnas berdim. Hammaga kelganlarga, erkaklarga joy namoz berdik. Shunaqa qilib mehmonni ham kuzatib oldimda. Endi video olgani ham vaqtim bo'lsa kerak, ko'proq video qo'ysam kerak. O'zi ham yomon uzoq video qo'ydim ishonasizlar. 2ta uyim bo'lsa, 2 uyim ham bardak bo'lib yotibdi ishonasizlar. Shunaqa qilib yig'ishtirib oldim. Yig'ishtirib, keyin kechqurunga dimlamalar qilib qo'ydik. Osongina deb dimlama qildik. Shunaqa qilib osongina dimlama qilib yeb oldik, ishlarni qildik. Sizlardan like, podpisatsiya, kommentariy yozishni unutmanglar. Hammanglar sog' salomat bo'linglar. Esdan chiqmasin, like, podpisatsiya, kuzatib boringlar.